Assalomu alaykum, hurmatli vohalik muxlislarim, qadrdonlarim, do'stlarim. Men bilan ko'rishmoqchi bo'lgan, menda qandaydir bir ijobiy ishlari bo'lgan qadrdonlar bugun inshaalloh Xudo xolasa obeddan keyin Surxondaryoning Angor tumaniga yo'l olyapman va Xudo xolasa 30-kuni to'y bor, yubiley bor. Uni o'tkazdirib 30 kech 1-chislo va 2 dekabr obedgacha Termizning Surxon mehmonxonasida bo'laman. Bemalol mana telefon orqali yoki o'sha ijtimoiy tarmoqdagi shaxsiyga yozsalaringiz, men bilan ko'rishmoqchi bo'lganlar. Chunki mana yaqinda vodiydan keldim. Biroz telefon qilmabsiz, bizga aytib qo'ymabsiz. Ko'rishardik, ish bor edi, gap bor edi, ijodiy hamkorlik bor edi degan do'stlarimiz ko'p bo'ldi. Hatto o'sha Tojikistonga borganimda ham o'sha Spitamen degan tumandan ko'pchilik bilan ko'risha olmadik. Xudo xolasa yana Nodirbek bilan gaplashib, Xudo xolasa o'zlari ham taklif qilyapti. Yana havo sovib ketguncha borish niyatim bor. Xullas, Surxondaryoga yo'l olyapman. Meni qadrdonlarim, muxlislarim, men 1 va 2 dekabr obedgacha Surxondaryo Termizda Surxon mehmonxonasida bo'laman. Inshaalloh Alloh yetkazsin. Va 2 dekabr kuni samolyotda qaytaman. Keyin yana to'g'risini aytay, sovg'a salomlar, men nima deydi, yuksiz chipta olganman samolyotga. Shuning uchun sovg'a salomlar ko'pincha o'sha nima deydi, chegaralangan bo'ladi. Endi bali dehqonchilik deylar, boshqa deylar, buni tushunaman. Hammalaringizga rahmat, eng avvalo e'tibor uchun rahmat. Xudo xolasa Surxondaryoda ko'rishguncha qadrdonlar. Sog' bo'linglar.